Katta ob'yomda Phaeton Miller va Trackmate 1, Trackmate 2 modellarimiz Andijon filialiga yetib keldi. Kia Bongo va Hyundai Porter'larni mashhur qilgan ko'k rangidan yetib kelgan. Bundan tashqari da ko'rishingiz mumkin, oq rangi, bu tarafda tonirovka qilsangiz o'lib boradigan stanlo rangidan ham yetib kelgan. Labodan zerikkan akalarimiz uchun Trackmate 1 va Trackmate 2 avtomobillarimiz ham nalichiga yetib keldi. Sizlarni ovora qilgimga bir yo'l narxini aytib o'tib ketaman. Trackmate 2 avtomobilimiz rassrochka 222 million. Naqd pul xarid qiladigan bo'lsangiz 199 million 920 ming so'm. Phaeton Millerimiz esa 291 million 760 ming so'm rassrochkaga. Naqd pul xarid qiladigan bo'lsangiz 262,5 million so'mga bir kunda nomingizga rasmiylashtirib beramiz. Bu tarafda ko'rib turganingiz Trackmate 1imiz rassrochka 195 million, agar naqd xarid qiladigan bo'lsangiz 175 million so'm qilib beramiz. Ushbu avtomobillarimizni xarid qilish uchun Phaetonning Andijondagi rasmiy dilerlik markaziga tashrif buyuring yoki pastdagi raqamlarga murojaat qilib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.